hali dengidan chiqqaniga 4 kun bo'lgan sag'iz, chunki biz klientlarga bir o'chib eksperiment qilib turinglar, sag'izning holatini degandik. Yaxshi. Sag'izning holati yaxshi. Bugun 5-kun yo 4-kun mana shu optoda turibdi dedilar. Hali dindan chiqishga qo'yib qo'yishgan. Chunki tez so'lib qoladimi, muzlab qolganmi, hammasini bilib turasizlar dedi. Bu yerdagi obyektimiz bu oydida kechini desa 16 ga uzuni esa 14 yine 6 baraligi 430 dedi. Shunaqa hali dindan 3 ta bo'lganda, birinchisiga 100 tonna sag'iz qo'yishgan ekan. 105 tonna ikkitasi bo'sh turibdi. Kim shunaqa ijaraga mo'g'ul keladi, aloqaga chiqaverasizlar. Servisga kelgandik, sag'izning holatini ko'rib beringlar. Qanaqa ishlayapti, motorlarni ko'rib, shu yaqin atrofda edi, uyimiz Namanganga yaqin joyda edik. Bu oyda bizga 100 kilometr-ku, shuni nazorat qilib berdik. Holat hammasi yaxshi. Klientga ish kunida yurishdan oldin 2 soat yo'q qo'ysam, yo'q manaqa bo'lib qaynab, Porsche'larga yo'li chiqishi, Porsche ish haqiqatan ancha oladi. İşte shunaqa nazorat qilib, chiroyli ishlatilsa motorlarni umri uzoq bo'ladi. Holati mana yaxshi joyida. Klientimizdan xursandlar. Kim shunaqa xizmatga kelsa, uni aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa navislar bilan qilish xizmatini ham boshladik. Hammaga rahmat, ketgan vaqtingizga rozi bo'lib turasizlar.